Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan biz Minecraft o'ynaymiz. Hozirda. Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan biz Minecraft o'ynaymiz. Ay, bizatina Adham do'stim bilan. Yani qaranglar. Salom hammaga do'stlar. Sizlar bilan men yana Wizard Minecraft. Bugungi kunda sizlar bilan men yana Minecraft o'ynayman. Bugun biz maktabga borishimiz kerak edi. Da. Короче, men telefonimda do'stimga telefon qilishim kerak. Alo, do'stim. Alo. Yaxshimisan? Ha, yaxshi. Короче, men maktabga borish kerak edi. Maktabga men ketib turdim. Bugun 4 ta fan bor. 4 ta kitob, 4 ta daftar bor. 2 ruchka olay, har ehtimolga qarshi. Pulim olishim kerak hali. Pulim yo'q ekan. Barki dollar, men milliarderman-ku. Hindistonda men milliarderman-ku. Короче, Mana qaranglar, uyimda mana shu bitta uyga 200 ming dollar ketsa bo'ladimi do'stlar? Men uyga qarangizlar. Undan ham katta. Bu Shahar-ku bu. Nomer 1da. Bu meni domim. Qaranglar. Meniki ham yomon zo'r. Короче, men uni chaqirib kelishim kerak do'stlar. Hech nima qilib qolmabdi. Kelayotgan olib beraman. Tak tak. Ha, qalisan ketdik. Men ovqat jinnisan? Men magazinga kirib chiqishim kerak. Tushlik ovozi. Men pulim yo'q. Olib bermaganman. Men milliarder bo'lman. Hamma 5 ta shirin. Maqtanma. Qayerdasiz? Orqaydaman. Yur, ketdik. Asab buzma. Orqadan kelib o'ldiraman. Ona tilida. Ha, ona tili. Yo'q, matematika. Raqamlar olmabman men. Nima deydi? Voy. Buni qo'yaveringlar. Buni otanasi yo'q. Hech nima qilmaydi. Bilmasanglar qoching, hozir kelaman. Chiqamiz-ku. Bu yoqdan chiqamiz-ku, jannamisiz. Короче, birinchi soat ingliz tili edi do'stlar. Ingliz tili qani? Adabiyot edi o'zir. Adabiyot mana. Ona tili adabiyot. Do'stlar, mana hammangiz. Assalomu alaykum ustoz. Assalomu alaykum. Nimaga kech qolyapsan? Ustoz. Kech ketdi. Короче, o'tiring. Xo'sh. Mavzu nima edi? Takrorlash. Adabiyotdan. Debyut qilyapti adabiyot ma'lumimiz. Debyut qilyapti, dachor qilyaptilar. Matematikani oching. Bir matematika xonasi emas-ku. Hazillashmang. Matematikaga butarkapmiz. Bir hazillashuvdim. Keyin boshlagan orqasida matematikada hop. Men ketaman bugun. Hop. Yo'q. Bizning matematika xonamiz alohida-ku. Yana peshtaxtda yozib beramiz. She'rmi? Matematika. Ustoz nimaga aynali? Hamayli, roziman. Короче, qo'ng'iroq chalindi, bizlar ketdik. Ketinglar, boringlar, tez matematika xonaga. Matematika emas, ikkinchi soatimiz. Ikkinchi soatimiz ingliz tili. Bemalol yursak bo'ladi. Adabiyot Ingliz tilimi? Endi matematika bor ekan. Mana ingliz tili. Mana ingliz tili xonasi. Assalomu alaykum ustoz, yaxshimisiz? Muncha bir xona bo'sh. Bolalar kelmayapti. Nimaga? Nimaga siz? Bilmayman. Shirin.
ketdim siz uzra. Kirmay ekancha. Birdan satrasam. Mayli, ustoz kirich fandochik. Daftarga yozik. Daftarim ikkita o'qib qolibdi. Yut. Shani yozaymi? Mavzuni. İngilis tilida. Ara. Faqat yozing. Yigirma ikki. Ke. Tepasida. Aha, tepasida. Nada. Fevriy deb yozinglar. Bo'ldi, sozmi yoz, bo'ldim. Hebe deb yozinglar. Hebe. Hebe. Yozdim. Vocabulary deb yozinglar. Vocabulary. Yozdalaringmi? Vocabulary deb. Ha, yozdik. Ha, yozdik ustoz. Tugadi. Ha, o'zi oxirgi soatim matematika xonasiga borib kelishimiz kerak endi. Matematikada endi ertaga o'tasizmiz. Ustoz. Ustoz, direktor xonasiga kirgizmasa bo'ladi. Ustoz, ertaga matematika o'tasiz. Ayni o'zi oqshom ham chiqibdi, hammaga javob. Hayır. Hayır, Yes ustoz. sir. Gittim. Yaxshi mavzu matematika. Kecham tushib qolganiga ingliz tili ma'lum ham javob beradi. Ne gittim tezsiz. Короче, domla boraveramiz. Voy. Bezorlaru. Urma do'stim. Urma dedim men senga. Urma dedim men senga do'stim. Urma meni do'stim. Bezorlar. Ay. Ay. Tirqat. İkita tomondanmi? İkita tomondan. Do'stlar, men uxlashim kerak. Ulayga. Charchadim bugun, bo'pti? Tamam do'stlar, uxlayman. Do'konchidan qarzam. Nimaga uxlamayaptim? Uxla. Ertaga esa ishga borish kerak. Do'stlar, bu qismini alohida chiqarsam nima deysizlar? Sherina bitta xayr deb qo'ying. Yo, hali emas do'stlar, hali emas. Yo, sal choy ya, choylaylik biz hali choy ichmaganimiz yo'q. Hozir.